Assalomu alaykum. Mana bugun Bayut 184 chog'im skidkaga tushdi. Buni narxi $300 edi. Mana $250 qilib beramiz. Juda ham holati zo'r. Buni holati juda yaxshi. Tezligi 4000. Stollari ham juda sifati zo'r. Magnit motor, tok tikamaydigan, past tokka ishlaydigan 5 shumli motor. Tikishlari ham juda zo'r. Manaki. Manaki choklari. Juda yaxshi tikishlari ham, choklari ham toza. Orqasi ham to'g'ri tikadi, zo'r tikadi. Bu narxi $250 qilib beramiz. Shahar ichida Dastavka ustanovkasi tekin.